City oyunlarını tutacağımıza bugün ve valla oyunu başlandı. Hodri, Çirki, Nüves, valla Husanov, boshqa oyuncular anında bilasizlar. Va yaxshi uzatma bo'ldi va gol Haalanddan gol bolalar. Yaxshi uzatma bo'ldi bolalar. Husanov, Guardiol, Rangers, Malmushlar old dam olyapti bolalar. Uni anonga chiqarib qo'ygan, ikkinchi taymda hammasini tushiramiz bir taqib. Hodri, Çirki, Guesi oldi. Ronaldo Çirki'ye taşıdı. Nuyes'e taşıdı. Lopez hareketi ve Donnarumma taşıdık. Donnarumma kendi koyup taşıdı. Guesi yansıp taşıdı ve içeri hareket taşıdı. İşini soradı ve içeri hareket taşıdı ve Haaland aldı bana topunu. Haaland taşımakçıydı. Ronaldo bolla Haaland diye orta Haaland'a qarab turib va Ruben Sanchez. Rodri'den aldık bola topunu ve Nuyes'e beramiz. Nuyes Semenyo'ga berdi. Semenyo esa Haalandga berdi. Haaland esa Peru'ni oldi ketdi va gol. Gol bola. Haalanddan gol. 20. dakikada gol urdi Haaland. Boltran'dan aldı gitti. Rodri ve Bernardo'da düşürdü. Bernardo git yaptı. Orkayıpta suramıza ve taşımıza Semenyo ise gol. Semenyo'dan goller. 25. dakikada urdu Semenyo. Foden ise Haaland düşürdü. Haaland git yaptı. Peru'dan aldı git olmadı. Ve içeride Çirki Semenyo. Gol. Haalanddan gol bolalar. Zo'r uzatma bo'lyapti, lekin bolalar gollar shousi bo'lyapti o'yin. Birinchi taymdan o'sha bolalar. Ronaldo va Kurihe va gol. Bolalar yana gol deb baqiryapman. 34. dakikada o'sha 5-0 bo'ldi. Zo'r bo'lyapti o'yin bolalar, zo'r bo'lyapti, to'g'rimi aytinglar? Kommentariyada agar kim mana shu nomini so'ragan bo'lsa, hozir tashlab olaman. Buning nomi Football Love 2026 mana anavlarda ham yozyapti. O'yinli Semenyo gol Semenyodan bola Semenyo rosa gol uryapti. Yaxshi o'ynayapti bola shu kunlarda bola Semenyo. Ujmaydan urib qo'ydi penalti joyidan. Berdi. Penalti joyi emas, kirib o'tdi. Ichkariga kirib o'tdi bola. Men penalti joyida deb Bortlam 6-0 bola 41 daqiqa. Haaland qo'lini ko'tarib qo'ydi, menga tashlab deb va Semenyo ham ko'tarmoqda. Orqa tortamiz va Semenyo esa gol Semenyodan gol bolalar. Yana gol urdi bolalar. 4 ta jami gol urdi, to'g'rimi? 7-0 bolalar. Agarchi ikkinchi taymdan xuddi shuni o'ynasak, biza 14-0 yutamiz. Birinchi marta 14-0 bo'lsa kerak, to'g'rimi? Yo'q, birinchi marta emas bolalar. Bola fintlar qo'ydi. Bola ko'rdilar-ku. Zo'r fintlar, qarang. Shuni oldiga tortdi, shuni orqasidan urib qo'ydi, qaranglar. Bunday qilib shuni urib qo'ydi. Ko'rdilaringmi? 8-0 bolalar. O'zi 8-0. Baribir tugadi o'zi. Birinchi taym bolalar. Va biz ikkinchi taymga otlanamiz. Pressing zo'r hammani mana 3 daqiqada Haaland, 19 daqiqada Haaland, 24 daqiqada Semenyo, 29 daqiqada Haaland, 33 daqiqada Haaland, 40 daqiqada Semenyo, 44 daqiqada Semenyo, Haaland 49 daqiqada bo'ldi. Va keyin esa Rangers tushiramiz, Malmush tushiramiz. Undan keyin Dokuni Semenyoga ham. Semenyo charchashni boshlabdi. Lekin Semenyo yaxshi o'ynayapti. Mana Semenyo Dokun keyin tushiramiz. Guardiol Nüves bilan tushiramiz va buni almashtirdik. Ruben bo'lsa
Husanov tushiramiz undan keyin va Niko o'tirsin joyida. Mayli bola Doku bilan almashaylik. Doku bilan almashdik, lekin Doku ham zo'r oldi, lekin zo'r o'ynadi. O'sha hamma aralashib bo'ldi. Obuni boshqa gapdi. Bo'ldi bola hammasi to'g'ri bo'ldi, lekin men rostda chapman o'rlim. Roma tachamagan. Umuman qaytaramadi o'zi ham. Umuman o'zi narigi jamoa umuman uryapti. Gvardiola bilan Ruben, Husanov bilan Nunes va Bernardo bilan Marmush. Tushdi hammasi Doku bilan Semenyo. Ichiga beramiz. Doku voy bo'la. Lekin Dokuning pressing darajasi zo'r bolalar. Hayotdagi o'yin bilan o'yindagi o'yinlar bilan zo'r qiladi. Fintni ketyapti, lekin tanlay oldim. Press. Hop bo'ldi bola oldik. Va Donnarumaga tashlagan. Donnarumma esa hoppa, kalla qo'yib berma. Men kalla qo'yib beradigan yo'q-ku. Men tip voy bola uda tepish bilmaydim bu. Ichkariga tashlab berganda mal ketamiz galla. Golga ketyapti, gollar. Tariga orqaga bunday va gol. Gol. Haaland bolalar rosa gol 8-0 bolalar. 9-0 demoqchim. Zo'r o'ynayapmiz bolalar. Like o'ynab qo'yinglar o'ynashingizga. Yomon dashti o'ynayapmiz bolalar. Уже 9:62 daqiqada 12:3 ga kim o'zingiz 12 gami kim Bavariya bilan pasajida kim yutdi? Bola kommentarda yozib ketdilar. Keyin bir 12:3 ga Fransiya bilan Germaniya ham kimdir o'ynadi. 12:3 ga yutdi Fransiya. Bu qo'shadi. Voy. Bola shoshilib chala olibman. Hozir darvozabon boy qaytaramanda yotib qoldi. Oyoq qayrilib. Yotganda boyagi mana kim edi mana hozir to'p tashlay boyagiday. Marmush emas. Mana Rangers yotib qoldi bola. Olaman deb. Ana yotib qolgan yo'q, chalib qoldi. Va bola gol yana 9-2 gol qo'ydi bola mana. Ana tashlab berdi, kim esimda qoldi. Hunt gol urib qo'ydi lekin Rangers tashlab berdi. Boy chalvordi, chalmaganda hozir 11-0 bo'lardi bolalar. Xuddi 100-0 dek ko'rinyapti ko'zimga. 10-0 hali ham bolalar. Voy, darvozaning tagidan chiqib qoldi bolalar. Ming bor tagidan chiqib qoldi, lekin yomon chiqib qoldi. Marmush, Peruru. Bizlar bola botmasimiz, hammasini o'zim yutganman. Umuman gol urmagan hech qaysi. Voy, Deneviski qo'yapti-yu bola. 81 debman. 82-daqiqa demoqchim. Qolgan sari motivasiyasi oshib ketadi bola. Motivatsiya oshib ketadi odamda. Voy, men mana shuni qaytarish kerak, mana shuni deb. Hoppa, berdik bola va voy, bola qanday qaytaryapti darvozabon? Ko'rdilaring bola? Yutqazgan sari oshib ketyapti kuchi. Butunlay qaytarib qo'ydi. Uraman deb shunday shot berdim. Haaland hozir Tariga bilan Peru olib ketding. Orqa bitta tortamiz, uni beramiz. Husanov qo'ysiz bola. Gol bola qanday urib qo'ydi Husanov. 11-0 bola, 11-0 lekin ana nishonlamadi Husanov golni. Haaland deb yozib qo'ydi. Voy, Koreha, voy bola. Koreha yaxshi o'ynaydi bola. Bola bugungi o'yinimiz tugadi bola. Manchester City va Valencia kimlar urdi? To'lib ketdi bola, kimlar urganda. Haaland Denevis urib qo'ydi boya. Husanov ana qildi, asta gol ketdi bola. Husanov Haaland Semenyo faqat shuni urib ketgan. Oxirida Deneviski. Bola yutdik bola. Bugungi o'yinga qanaqa baho berasizlar? Like qo'yinglar va saqlab qo'yinglar. Boyagini ko'rasizlar va kommentariyada videoni nomini yozib qo'yaman.